Bugun Jahon chempionatining chorak finali start oladi do'stlar va bu startni Marokash Fransiya uchrashuvi bilan chorak finalning eng markaziy o'yini bilan boshlab olamiz do'stlar. Ha, bugun Fransiya kichik favorit, lekin Marokash terma jamoasining Fransiya bilan hisob-kitoblari bor. Hozir sizlarga uchrashuv nechida boshlanishi, umumiy o'yin haqida ma'lumot beraman. Siz esa mana shunaqangi tezkor futbol xabarlarini o'tkazib yubormaslik uchun kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Unda boshladik do'stlar. Xo'p do'stlar, batafsil aytadigan bo'lsam, bugun Fransiya Marokash chorak finalning dastlabki o'yini boshlanadi va bu uchrashuv bilasizmi, chorak finalning eng markaziy uchrashuvi shubhasiz shuki, darajalari bir-biriga yaqinroq terma jamoalar aynan mana shu ikkisi bo'ladi. Ha, bugungi uchrashuvda Fransiya favorit, ammo yuqorida aytganimdek Marokashning Fransiya bilan o'ziga yarasha hisob-kitoblari bor. Ya'ni ularning 2022-yilda qolib ketgan revansh alamlari bor. 2022-yil yarim finalda Fransiya Marokash uchrashuvida 2-0 hisobida yarim finalda fransuzlar g'alaba qozonib finalga chiqqandi, bilasiz, va o'shandan keyin mana ular endi jahon chempionatida to'qnash kelishmoqda. Turgan gapki, fransuzlarning muxlislari yurtimizda juda ham ko'p, lekin Marokashning muxlislari ham anoyi emas. Men Marokashni qo'llab-quvvatlayman bu yog'iga deb, mana shu uchrashuvni kutayotganlar ham juda ko'p. Eslatib o'taman do'stlar, uchrashuv bugun soat tungi 1:00 da boshlanadi va bu uchrashuvni profilim biyosida joylashgan Telegram kanalda jonli efirda va o'zbekcha sharhda tomosha qilishingiz mumkin. Xo'sh do'stlar, sizningcha bugun kim g'alaba qozonadi? Fransiya yoki Marokash? Kommentariyaga terma jamoalarning nomlarini bayroqlari bilan yozib keting.